Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana matematika sinovi 2025 variant kitobimizni ikkinchi variantiga yechim qilishni boshladik. Ikkinchi variantda birinchi misoli. Shu ko'rinishdagi tenglama bor ekan. Tenglamani yeching debdi. Bu tenglama qanday ishlaydi? Bunda qaraydigan bo'lsak, tenglikning o'ng tomonida hamma sonlarimiz darajalari 2x - 1 dan. Hammasini kasini tashqari chiqarib olsak. Hop, mana 25 5 ning kvadrati, mana kub ildiz bo'lganligi uchun 2 taqsim 3 ko'paytirgan bu 5 ning ikkinchi darajasi. Pastda 5 darajasida 2x - 1 barobar. Endi tenglikning o'ng tarafini qaraydigan bo'lsak, hamma sonlarimiz darajasi x + 1 dan. Bu tomondan hop x + 1 ni guruhdan tashqari chiqarib olsak darajasi. Mana x + 1. Mana 125 ni 5 ni kubi qilib yozaylik. 25 ni 5 ning kvadrati mana. 5 bilan 5 kvadrat bittasi ketdi. Bitta darajasi qoldi. Asosi bir xil darajalar qo'shiladigan bo'lsa 5 ni hop 5 taqsim 3-darajasi ko'paytirgan 2x - 1. Teng. Bu tarafda 5 kvadrat 5 kubi ketdi. Bu yerda bitta 5 ni birinchi darajasi qoldi. Mana 5 ga ko'paytirsak 5 ni ikkinchi darajasi hop x + 1. Ikkala tarafni ham asosi bir xil bo'ldi. Asoslarni tashlab olamiz. Darajalarini tenglab qo'yamiz. Demak 5 taqsim 3 2x - 1 teng 2x + 1 ga. Kalkulyator ochib chiqsak 3 ni proporsiya qilib bu tarafga ko'paytirib olsak bu yoqda hop 10x - 5 barobar 3 ko'paytirildi 6x + 6. X lar bir tomonga, sonlar bir tarafga o'tkazadigan bo'lsak, demak 10x - 6x teng 6 + 5. Qo'shsak 4x barobar qo'shsak 11. X teng 11 taqsim 4. Hop yoki 2/3 taqsim 4 yoki bo'lmasa 275. Qaysi variant beribdi bizga? 275 degan variant beribdi. Bu bizda B javobi to'g'ri kelyapti. Xo'p, ikkinchi masala. Muntazam to'rtburchakli prizmaning diagonali 8 sm, 8 sm va u yon qirrasi bilan 30 gradusli. Mana yon qirrasini 30 gradusli burchak tashkil etsa, bu prizmaning to'la sirtini toping dedi. Xo'p, muntazam to'rtburchakli degani uchun buni asosi kvadratdan iborat. Buni asosining diagonali a ildizi 2. Hop, asosining diagonali bilan yon qirrasi 90 gradus. To'g'ri burchak 3 burchak 30 gradus qarshisi katet gipotenuzani yarmiga teng. Ya'ni a ildizi 2 teng 4 ga. Bundan a ni topadigan bo'lsak 2 ildizi 2. Endi mana diagonali a ildizi 2 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa h topib olaylik mana shu yerda. H kvadrat barobar 8 kvadrati 64 minus diagonali 4 edi. 4 kvadrati 16. Demak h kvadrat teng 48 ga. Bundan h barobar 4 ildizi 3 ga. Balandlikni ham topib oldik demak. Endi to'la sirt. S to'la. Yo'q, a kvadrat 2a kvadrat plus 4ah s to'la 2. Hop, a'miz 2 ildizi 2 edi. 2 ildizi 2 ning kvadrati 8 plus 4 ko'paytirilgan a 2 ildizi 2 ko'paytirilgan h 4 ildizi 3. 4 ildizi 3 s to'la. Hop, 8 kere 2 16. 32 ildizi 6. Ikkalasini ham 16 chiqarib oladigan bo'lsak, s to'la 16 ildizidan chiqib ketdi. Demak 2 ildizi 6 plus 1. Xo'p, bizda javob A.
Üçüncüsü. Üçüncü mesele. Hop. 5 taqsim 2 plus ilzosi 5 plus 5 taqsim ilzosi 5 plus ilzosi 6 plus va hokazo plus 5 taqsim 4 ilzosi 39 plus 25. Ko'rib turibsiz, pastda hammasi suratda hammasi 5 qatnashyapti. Hop, 5 ni chiqarib oladigan bo'lsak, bu yerda hop o'rnini almashtirib irratsionaldan qutqaramiz. Ya'ni 5 minus 2 ga ko'paytirib yuborsam, ilzosi 5 minus 2 pastda ilzosi 5 kvadrati 5 minus 2 ni kvadrati 4, ya'ni 5 minus 4 keyingisi plus. Hop, buni ham irratsionaldan qutqaradigan bo'lsak, birinchi kattasini yozib olib, keyin kichigini yozadigan bo'lsak, mahrajda 6 minus 5 plus va hokazo plus suratda 25 minus 4 ilzosi 39 pastda 625 minus ko'paytiradigan bo'lsak 624. Mahrajimiz hammasi 1 bo'lib ketdi, demak 5. Hop, mana shu yerdan soddalashtirib ketaverdik. Ilzosi 5 bilan ilzosi 5 ketdi. Bundan keyingisi ilzosi 6 bor, u ham ketsa. Hop, bundan avval 4 ilzosi 39 qatnashgan. Uni ayiradigan bo'lsa nima qolyapti bizda? Bu yerda minus 2, oxirida plus 25. Teng 5 kere 23 115. Hop, bizda javob D. Hop. Ko'rib ashitga sig'dirishga harakat qilamiz. 4-variant. fx funksiyani beryapti. x plus 1. Bizdan so'rayapti. f1 plus f2 plus va hokazo plus f33 ni top debdi. Hop, x o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, 1 ko'paytirilgan 2 plus 2 qo'ysak 2 ko'paytirib 3 plus va hokazo plus 33 ko'paytirilgan 34. Bu ketma-ketlikni formulasi bor edi. 33 ko'paytirilgan 34 ko'paytirib 35 taqsim 3 ga. Hop, 3 bilan 33 qisqarib ketsa, bu yerda 11 qoldi. 34 nima qoldi bizda? 11, 34, 35 ko'paytma qoldi. 13.090. Hop, 13.090 degan javob bizda C javobga keladi. Hop, mana bunaqa 1 ko'paytirib 2 umumiy formulasida yozib ketay. 2 ko'paytirib 3, 3 ko'paytirib 4 va hokazo n plus 1. Ketma-ketlikni hop yig'indisini topish formulasi. Hop, n plus 1 n plus 2 taqsim 3. Shu formula orqali hisoblanadi. Unga o'xshash ketma-ketliklar. Beshinchi savol. Mana ko'p xat beribdi. Nima ko'paytirishni ajrating. Ko'p xatni ko'paytirishni ajratadigan bo'lsak, dastlab birinchi uchtasini qaraydigan bo'lsak, hammasida a qatnashgan, demak a ni kalsini tashqari chiqarib olsam, 2x plus y plus 3z. Hop, keyingi ifodada hammasi 2 ga karrali. 2 ni 2 ni chiqarib olsam, 2x plus y plus 3z. Ikkalasi ham uni kalsimiz ichi bir xil bo'lmadi. Shuni guruhdan tashqari chiqarib olsak, 2x plus y plus 3z
Bu yerda A qoldi, plus bu yerda 2 qoldi. Hop, 2x plus y plus 3z a plus 2. A javob ekan. 6-da. Hop, mana sonni beribdi. Sonni 100dan birlar xonasigacha. Hop, 100dan birlar xonasigacha, ya'ni qayergacha yaxlitlar deyapti. Bu virguldan keyin birinchi xona 10 dan birlar xonasi. Ikkinchisi 100dan birlar, keyingisi 1000 dan birlar, keyingisi 10 mingdan birlar. Bizga 100dan birlar xonasigacha degani 7 gacha yaxlitlar deyapti. Ya'ni orqadan yaxlitlab kelamiz. Hop, 3 keladigan bo'lsa 5 dan kichkina bo'lganligi uchun buni tashlab yuboramiz. Bu qo'shilmay 0 bo'lib ketadi bu. 0 ga aylandi. Hop, 5 bitta avvalgisiga 1 qo'shamiz. Ya'ni 7 ga 1 qo'shib qo'yadigan bo'lsak, taqriban 988 ga teng bo'ladi. Bizda B javob. 7-savolda x va y burchaklar yig'indisi 210 ga teng. Bu burchaklarga qo'shni bo'lgan burchaklar yig'indisini top. Bizga qandaydir x burchak berilgan va y burchak berildi. Bunga qo'shni bo'lgan burchaklar bu tarafi 180 minus y. X ning qo'shnisi 180 minus x. Hop, 180 minus x bilan 180 minus y ning yig'indisini so'rayapti. 180 minus x plus 180 minus y. Teng. Hop, 360 minus ikkalasini guruhlab oladigan bo'lsak x plus y. X plus y bizda 210 ga teng. O'rniga qo'ysak 360 minus 210. Hop. 150 gradus. C javob ekan. 8-inchisi. Ni hisobla debdi. Oddiy kasr ekan. Hop. Ayrorsam -9 taqsim 10 plus ayroradagi bo'lsak 14 taqsim 15. Noto'g'ri kasrga o'tkazib, bo'lishdan ko'paytirishga o'tib ketyapmiz. Hop, 6 7, demak 3 taqsim 7. 14 bilan 7 qisqarsa bu yerda 2, 15 bilan 3 qisqarsa bu yerda 5. Hop. -9 taqsim 10 plus 2 taqsim 5. Mahraj beraversam bunga. Hop, 2 ta bor. -9 plus 4 taqsim 10. -5 taqsim 10. -1 taqsim 2 degani bu. Da javob ekan. 8-inchisi. Da javob bo'ldi. 9-inchisi. Maishiy texnika sotiladigan do'konda 5 xil turdagi kir yuvish mashinasi. Kir yuvish mashinasi 5 xil. Hop, 7 xil turdagi chang yutgich. Chang yutgich 7 xil ekan. Hop, 6 xil turdagi pech 6 xil. Hop, 10 xil turdagi televizor sotilmoqda. Xaridor 3 ta har xil turdagi texnikadan bittadan sotib olmoqchi. Masalan, kir yuvish mashinasi, pech va televizor oldi. Buni necha xil usulda amalga oshirish mumkin? Hop. Nima qilamiz unda? Kir yuvish mashinasi, chang yutgich, pech. Hammasini bittadan olsa 5 kara 7 kara 6 plus endi kir yuvish mashinasi, chang yutgich, televizor 5 kara 6 kara 10 plus endi chang yutgich, pech, televizor 7 kara 6 kara 10. Hop, plus 5 10 7. Hammasini hisoblaydigan bo'lsak, mana uniki 210 plus buniki 30 300 plus 420 plus hop 35 350. Hammasini qo'shadigan bo'lsak 510 430
930 930 ga 501 ming 280 1280 xil usul bilan tanlab olish mumkin ekan. 1280 bizda C javob. Xo'p, 10-si 50 gacha bo'lgan barcha tub sonlarni yozib chiqilganda necha xonali son hosil bo'ladi? Xo'p, 1 dan 50 gacha bo'lgan tub sonlarni yozib chiqdik. Xo'p, necha xonali son hosil bo'ladi? Sanab chiqamiz raqamlarni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Ha, demak 26 xonali son hosil bo'lar ekan. Biza C javob bergan. Hop, 11-si. Quyidagi chizmada keltirilgan ABC uchburchakda AD BCga perpendikulyar. Bo'yalgan soha yuzi 10 cm kvadratga teng. Uchburchakning AC tomoni uzunligini toping. Hop, AC tomoni x deb belgiladik. Demak, AD BCga perpendikulyar ekan. Bu tomoni ham 90 gradus. Qani bu tomonni A deb belgilab olsak, yuzasi S barobar A ko'paytirib 4 taqsim 2 bu 10 ga teng. Hop, A bizda 5 chiqdi. 4 bilan 2 qisqarib 2 qoldi, 2 bilan 10 qisqarsa bu yerda 5 qoldi. Xo'p, endi x topish uchun ildizosi 12 ni kvadratiga qo'shamiz 5 kvadratini. X barobar ildizosi 169, x barobar 13 ekan. Hop, demak 13 degan javob bizda A javobda. Hop. Isroil bo'ldi. O'n ikkinchi savol. Tenglamaning kichik ildizi A ga teng bo'lsa, A ko'paytiruv ildizosi 15+4 ning qiymatini toping. Avval mana kvadrat tenglamani yechadigan bo'lsak. D barobar 64 minus 4. 60 ga teng. Hop, x1. Endi kichik ildizi A ga teng. Mana shuni x1 emas, A deb olib ketaveramiz. Hop, 8 minus kichik ildiz deganligi uchun 60. Hop, 4 kere 15 qilsak, 4 dan 2 chiqdi. Mahraji 2, ya'ni 2 ga teng. Hop, A ning qiymati 4 minus ildizosi 15 ga teng ekan. O'rniga borib qo'ysak, 4 minus ildizosi 15 ko'paytirilgan ildizosi 15 plus 4. Hop, qisqa ko'paytirish formulasidan bu 16 minus ildizosi 15 kvadrati 15 ga teng. 1 ekan. 1 degan javob B javobda. Hop, 13. Tengsizlikni yeching debdi. Har bitta kalsi uchun 0 qiladigan qiymatlarini belgilab olsak, mana 12. Hop, minus 7, bunisi 5. Interval usulida ishlaydigan bo'lsak, x oldin minus bo'lganligi uchun minus plus minus. Bizga plus oraliq kerak, mana pluslar so'rayapti, ya'ni minus 7 dan 5 gacha. X tegishli minus 7 dan 5 gacha degan javob. Bizda bu ham B javob. Xo'p. 14. Tenglamaning butun bo'lmagan ildizlar sonini toping. Hop. Ikkala tomonni kvadratga oshirib yuborsak, 2x minus 1. Bu yoqda ildizosi 2x kvadrat plus x minus 1. Yana bir marta kvadratga oshirsak, hop, bu yoqda 4x kvadrat minus 4x plus 1. Bu yoqda 2x kvadrat plus x minus 1. X kvadratlar bir tomonga yig'adigan bo'lsak, 2x kvadrat minus 5x plus 2 teng 0. 2 ni ozod hadga ko'paytirib tursak, x kvadrat minus 5x plus 4 teng 0. V7 dan foydalanib, buni ildizlar 4 bilan birligini bilib oldik va 2 ga bo'lsam. 2 ga bo'ldi. Mana x birim 2, x2
1 taqsim 2. Endi butun bo'lmagan yechimlar degan 2 bizda butun son, butun bo'lmagan mana 1 taqsim 2. Xo'p, bizda butun bo'lmagan ildizlar sonini so'ragan bitta ekan demak. Javob. Xo'p, 15. Piramidaning asosining diagonallar soni 54 ga teng. Bu piramidaning qirralar soni. Xo'p, qanaqadir asosi ko'p burchak ekan, diagonallar soni 54 ekan. Qirralar soni so'rayapti. Xo'p, formulasi bor edi. n-3 taqsim 2. Shu 54 ga teng ekan. Xo'p, n asosini tomonlari soni ko'paytiraversak n kvadrat minus 3n minus 108 teng 0 bu. Xo'p, degan bo'lsak 12 bilan 9 bor ekan. Xo'p, qaysi biri minus 9 minussa demak n 12 ga teng bo'lsa, qirralar soni piramidada qirralar soni 2n. Bu 2 ko'paytir 12 24 ga teng ekan. Demak 24 javob. Xo'p, 16. Arifmetik progressiyaning 25-hadidan 30-hadini ayirsak 30 ga teng. Agar bu progressiyaning 5-hadi 17 ga teng bo'lsa, uning 10-hadini toping dedi. Xo'p. A1lar qisqarib ketadi. 25 tadan 24 tadan 29 tadan ayirsak 5d teng 30 ga bo'linadi. D teng minus 6 ga. A5 degani A1 plus 4 ta D 17 ga teng. Demak A1 minus 24 dan 10 ga minus 6 ni qo'yib hisobladik 17 ga. A1 bu yoqqa plus bo'lsa 41 ga teng ekan. Hop, A10 so'raganimizdan A10 A5 plus 5 ta D. Hop, A10 A5'im 17 ga minus 5 ta D 30. Hop, A10 teng minus 13. Minus 13 degan javob mana bunday javob ekan. 17-quyidagi funksiyalardan qaysi biri mana bu funksiyaga parallel funksiya hisoblanadi? Parallel bo'lish uchun x oldagi koeffitsiyentlar teng bo'lishi kerak. Hop, y teng 4 ga bo'lsak 0,75x 0,75 bilan boshlangani. Hop. Hammasini qaraydigan bo'lsak, minus bittasi 4 taqsim 3 teskarisini olib qo'ygan. Hop. D javobda 0,75x plus 5, ya'ni funksiyani o'zini bo'lib qoladi, bu ustma tushib qoladi. S javobda plus 9 bor ekan. Ya'ni mana ozod hadlari ajralib turishi kerak ekan. S javob ekan. 18. 180 va 420 ni eng kichik umumiy karralisini top debdi. 180 hop 2 ni kvadrati ko'paytirilgan 3 ni kvadrati ko'paytirilgan 5. Hop, 420 hop 2 ni kvadrati ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 7. To'g'ri yozdim hozir 20. Ha. Endi ekokini hisoblaydigan bo'lsak, ikkalasi ham qatnashgan darajalar kattalari 2 ni kvadrati 3 ni kvadrati kari 5 kari 7. Hop, adashmasam 1260 chiqishi kerak. 4 20 4 20 9 kere 7 63 20 60 630 ga ko'payadigan bo'lsa 1260. Da javob ekan. Hop, 19-son. Agar kotangens 5 alfa 3 taqsim 4 bo'lsa, tangens 5 alfa taqsim 2 ni qiymatini toping debdi. Hop, bu yerda shart berilibdi. Alfa pi taqsim 5 bilan 3 pi taqsim 10 oralig'ida ekan. Hop, shu joyda bizdan so'rayotgan burchakni 5 alfa taqsim 2 ni qanaqadir x harfi bilan belgilab olib turaylik.
Endi mana bu burchak 5 ga ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsam, ya'ni mana bu burchak qaysi chorakda joylashganini bilib olishimiz kerak. Bizdan so'rayotgan burchakda. Alfani uning uchun 5 ga ko'paytirib ikkala tarafini va 2 ga bo'lib yuborsak, 5 taqsim 2 ko'paytirgan pi taqsim 5 alfa. 5 taqsim 5 taqsim 2 ni ko'paytirmoqmiz. Alfa yo'qda 3 pi taqsim 5 taqsim qisqarib ketsa demak pi taqsim 2 5 alfa taqsim 2 bu yoqda 3 pi taqsim 4. Ya'ni bizdan so'rayotgan burchak ikkinchi chorakda joylashgan ekan. Ikkinchi chorak. Xo'p, endi boshlasak mana tangens kotangens 5 alfani tangens 5 alfa deydigan bo'lsak, tangens 5 alfa o'rni almashib qolsa qolaveradi. Mana 4 taqsim 3. Endi 5 alfa taqsim 2 x ga teng bo'lsa, biz 5 alfa 2 x ga teng. Birlashtirib kiritib oldik. Demak, tangens 2x ekan. Tangens 2x 4 taqsim 3 ga bo'ldi. Tangens 2x formulasi 2 tangens x taqsim 1 minus tangens kvadrati x teng 4 taqsim 3 ga proporsiya qiladigan bo'lsak 6 tangens x barobar 4 minus 4 tangens kvadrati x ga. Demak 4 tangens kvadrati x plus 6 tangens x minus 4 teng 0 ga. 2 ga bo'laveradigan bo'lsak 2 tangens kvadrati x plus 3 tangens x minus 2 teng 0 ga. 2 ni ozod hadga ko'paytirib tursak tangens kvadrati x plus 3 tangens x minus 4 teng 0 ga. Ko'paytmasi minus 4, yig'indisi minus 3. Albatta 4 bilan 1. Bu minusda. 2 ga ko'paytirib turgandek, oxirida 2 ga bo'lib qo'yamiz. Xo'p, bizda yechimlar tangens x teng minus 2 ga, tangens x teng 1 taqsim 2 ga. Qaysi birini yechim deb olamiz endi desa, 5 alfa taqsim 2 ni so'ragan. Ya'ni bu bizda hozir belgilashib ketganimizdan keyin tangens x ga o'zgarib qoldi. Tangens x topdik. Tangens ikkinchi chorakda minus bo'lgani uchun minus yechimini olyapmiz. Xo'p, B javob ekan. 20-masala. Xo'p, quyidagi chizmada tasvirlangan ABCD to'g'ri to'rtburchak uchun AD va AN tomonlari teng. BN bilan BM 4 cm dan 4 va DC'ni CM ga nisbati 5-3 kabi bo'lsa, bo'yalgan soha yuzini toping. Nima qilamiz? Xo'p, AN ni A deb oldim. AD ham A ga teng. Endi 3x plus 4 A ga teng bo'lsa, endi 5x minus 4 ham A ga teng. Ikkalasini tenglab olsak 3x plus 4 teng 5x minus 4 ga. Hop, bir tarafga o'tkazsak 2x teng 8 ga, x teng 4 ga. A ni ham topib olaylik. Yo'q. Bu yerga qo'ysam 20 dan 4 ayiradigan bo'lsak, A teng 5 kere 4 20 minus 4 16. A 16 ga teng. Bu A ham 16 ga teng. 5x 20 ga teng. 3x 4 kere 3 12 ga teng. Endi bo'yalgan soha yuzi katta to'rtburchak yuzasi, ya'ni S
20 kere 16'dan ayırıp tashlashim kerak. Mana S1 dedik. S1 yuza, S2, S3 yuzalarni. Shu yuzalarni ayirib olsak, bu yerda bu yerga ham soha yuz kelib chiqar ekan. Yo'q. S1 16 kere 16 taqsim 2. 16 kere 16 taqsim 2 minus 4 kere 4 taqsim 2, 4 kere 4 taqsim 2 minus 20 kere 12 taqsim 2. 20 ko'paytirgan 12 taqsim 2. Yes. Hop, 20 ni 16 ga ko'paytirsak 320 minus qisqarib ketsam 8 qoldi. Hop, 108 mi? 80 48 128 minus ikkalasi qisqarib ketadigan bo'lsa 2 qoldi. 2 kere 4 8 minus qisqarib ketsa 10 qoldi. 10 kere 12 120. Ayrıca qo'shsak mana ayirmalarni 128 ga 8 136 256. Yes. 320 minus 256. Hop, buni ayiradigan bo'lsak, biz 4 6 64 ekan. Javob. Hop, 21. Tenglovlar sistemasidan x plus y ko'paytirilgan z ning qiymatini toping. Hop, avval mana sistemani o'rinlarini almashtirib yozadigan bo'lsak, x plus y taqsim x y teng ko'paytirsam 7 qo'shsam 12, almashtirsam 7 taqsim 12. X plus y taqsim xz 8 15, almashtirsam 8 taqsim 15 ga. Y plus z taqsim yz 18 20, almashtirsam 9 taqsim 20 ga. Alohida bo'lib yuborsak. Hop, x taqsim x y bo'lsa, bu yerda 1 taqsim y plus y taqsim x y bo'lsa, y da qisqarib ketsa 1 taqsim x. Bu 7 taqsim 12 ga. Mana xuddi shunday bo'lib yuborsak, x da qisqarib, birinchisidan 1 taqsim z, ikkinchisidan mana shu y emas ekanda, mana shu z bo'lish kerak ekan. Xato yozib qo'yibman shekilli. Hop, qarang endi. Z ekan. Hop. Z lar qisqarib ketsa 1 taqsim x 8 taqsim 15 ga. Hop, y lar qisqarib ketsa 1 taqsim z plus z lar qisqarib ketsa 1 taqsim y 9 taqsim 20 ga. Hop, shu joyda tanlash usuli bilan ishlab ketsa bo'ladi. Misol uchun y ikkalasi o'zaro to'pson ketma-ket sonlar oladigan bo'lsa, misol ko'paytirsam 12, qo'shganimda 7 bo'ladigan. 3 bilan 4 bo'l. Endi x ni 3 deb olsam, y im 4 bo'ladi. Qolgani ham to'g'ri bo'lsa, demak tanlaganim to'g'ri. Hop, 3 bo'ladigan bo'lsa, z 5 ga teng bo'lishi kerak. 3 bilan 5 yig'indisi mana 8, ko'paytmasi 15. Hop, 5 mana y im 4 edi. Ko'paytirsam 25 ga 4 9. Demak, x 3 ga teng, y 4 ga, z 5 ga. Endi buni hisoblab chiqarsak, qanday chiqadi? Birinchi ikkala sistemani ayirib oladigan bo'lsak, hop, 1 taqsim y x da qisqarib ketadi, minus 1 taqsim z. 7 taqsim 12 dan ayirayman 8 taqsim 15 ni. Uchinchi tenglama bilan sherik qiladigan bo'lsak, 1 taqsim y plus 1 taqsim z teng 9 taqsim 20 ga. Ikkalasi yumarash 60, bunga 5 ta, bunga 4 ta, 35 minus 32 3 taqsim 60 bo'lyapti hozir. Hop, 35 32 3 60. Mana shu yerda. Mana 3 taqsim
60 yoki bularni ham qisqartirib yozadigan bo'lsak 1/20. Ikkala sistemani qo'shib yuborsam zlar qisqarib ketdi. Demak 2/y teng qo'shib yuboradigan bo'lsam 1/2 proporsiya qiladigan bo'lsak bundan y teng 2 ga kelib chiqadi. 4. Y 4 ga kelib chiqadi. Hop, endi bu yerga qo'ysak, birinchi tenglarga olib borib qo'ysam, hop, 1/4 plus 1/x 7/12 1/x barobar hop 7/12 minus 3/12 ayirib yuborsam 1/x ayirsam 4 qisqarib ketsa 1/3 ga x'im 3. Endi z ni ham xuddi shu shaklda topadigan bo'lsak 1/z plus 1/4 teng 9/20 ga 1/z barobar 9/20 minus 5/20. Mahraj berib soddalashtiradigan bo'lsak 1/z 4/20 yoki 1/5 ga. Z 5 ga kelib chiqdi. Bizda x topildi. Y topildi mana. Z ni ham topdik. O'rniga borib qo'ysak, x o'rniga 3, y o'rniga 4, z o'rniga 5. 3 ga 7 ni qo'shsak, 3 ga 4 7, 7 ga 5. Mana 35. Hop, 35 degan javob C javob ekan. Yigirma ikkinchi misol. Tomon 10 cm bo'lgan kvadratga tashqi va ichki chizilgan aylanalar orasidagi halqaning yuzini toping. Hop, tomon 10 cm ekan. Tomon 10 cm tashqi aylana chizdi, ichki aylana chizdi, orasidagi halqaning yuzi. Markaz bo'ladigan bo'lsa, buni katta aylananing radiusi. Hop, diametrni yarmiga teng, diametri 10 ilzosi 2 bo'ladigan bo'lsa, radiusi 5 ilzosi 2. Hop. Mana bu kichkina aylananing radiusi tomon yarmiga teng, 5 ga teng. Endi orasidagi halqa, hop, katta aylana yuzini S1 bilan belgilab oldik. Ayirishim kerak, buni S halqaning yuzi. Kichkina aylananing yuzini S2 bilan, ya'ni S1 dan katta aylanadan kichkina aylanani ayirib tashlasak, orasidagi yuza hosil bo'ladi. Hop, S1 menga katta R 5 ilzosi 2, kichkina R 5. Hop, pi R kvadrat. Hop, pi R kvadrat 25 kare 2 50 pi. S2 hop, pi R kvadrat bo'ladigan bo'lsa 25 pi. Endi S topish uchun S1 dan S2 ni ayiramiz, ya'ni 50 pi dan ayiramiz 25 pi ni bizda 25 hosil bo'ldi. Demak 25 pi javob. 23-misol. F x funksiya berilgan. Agar ikkinchi tartibli hosilasiga 1 ni qo'yib hisoblaganda, birinchi tartibli hosilasiga 2 ni qo'yib hisoblagandagi natija teng bo'lsa deyapti. Aniq emasmi? Top deyapti. Ikkinchi tartibli hosilasini olamiz. Hop, f'(x) 9x kvadrat plus 4ax minus 8. Hop, ikkinchi tartibli hosilasi. Hosilasi yana bir marta hosil oladigan bo'lsak 18x plus 4a. Endi birinchi tartibli hosilasiga 2 ni qo'yib hisoblasak 9 kare 4 plus 4 kare 2a minus 8. 9 kare 4 36. 36 dan 8 ayiradigan bo'lsak 28. Demak, f' 2. Hop, 36 dan 8 ayirsak
28 plus 8a ga. Endi ikkinchi tartibli hosilasiga 1 ni qo'yib hisoblasak 18 plus 4a. Endi ikkalasini tenglab olsak 18 plus 4a tengli 28 plus 8a ga. O'tkazadigan bo'lsak 8a minus 4a 18 minus 28 ga. Ayirib olsam 4a ayiradigan bo'lsak minus 10. A'ni topadigan bo'lsak minus 2,5. 10 ni 4 ga bo'ldik. Bizda minus 2,5 degan javob A javobi. 24. Hop, 14 ni 2018 darajasi, 14 ni 2019 darajasi, 14 ni 4036 daraja yig'indi qanday raqam bilan tugaydi? Hop. 4 ning oxirgi raqami 4, 4 ning juft darajalari 6 bilan tugaydi. Hop, 6 plus daraja toq bo'ladigan bo'lsa 4 bilan tugaydi. Hop, daraja juft demak 6 bilan tugaydi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 10, 0 ni olamiz. 0 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak yig'indi 6 bilan tugar ekan. Hop, bizda S javobi 25. Ikkita funksiya parabolalarga absisalar o'qi bilan o'tkir burchak tashkil qiluvchi umumiy urinma o'tkazilgan. Shu urinmaning burchak koeffitsiyentini toping. 25. Hop, y barobar minus 4x kvadrat hop minus 8. Keyingi funksiyamiz 4x kvadrat. Grafikni chizadigan bo'lsak hop x o'qi y o'qi 4x kvadrat parabola. Hop. Mana minus 8 degan nuqta kesib o'tadi. Y barobar 4x kvadrat funksiyasi y barobar minus 4x x kvadrat minus 8 funksiyasi. Ikkalasiga umumiy urinma o'tkazyapmiz. Bu yerda qandaydir A harfini belgilab olsak bu yerda qanday B harfini belgiladik. Hop, endi orasi burchak koeffitsient alfa deb degan bo'lsak endi 4x kvadrat bilan minus 4x kvadrat simmetrik funksiya. Hop, koeffitsientlari faqat ishorasidan farq qilyapti. Minus 8 bu yer 0. 0 bilan 8 orasi minus 4. Demak, mana urinma A y o'qini minus 4 degan nuqta kesib o'tar ekan. Endi hop, ikkalasiga urinma tenglamasini tuzadigan bo'lsak hosilasini olaylik o'g'li. Birinchisi y'. Buni 1, buni 2 deb turamiz. Buni y1 minus 8x. Hop, y2 hosilasi 8x. Endi urinma tenglamasi. Ikkalasi ham urinma tenglamasi umumiy 4x kvadrat, ya'ni birinchisini yozyapmiz. X 0 ni qo'yadigan bo'lsak 4a kvadrat plus hosilasiga olib borib qo'yadigan bo'lsak 8 x minus a. Hop. 4a kvadrat minus 8a kvadrat plus 8ax y urinma tenglamasi minus 4a kvadrat plus 8ax
Endi 0 qo'yganda -4 nuqtadan o'tish bor. Siz 0 qo'ysam -4. Demak, -4a kvadrat teng -4 ga a kvadrat teng 1 ga a musbat tomonda joylashganligi uchun plyusligini olamiz. Demak, a 1 ga teng. Endi bni topadigan bo'lsak, bni ikkinchisi orqali, ya'ni mana unga nisbatan o'rinma tenglamasini tuzamiz. Hop, hosilasi bor. Y o'rinma. -4 b kvadrat -8 plus minus ekan -8b x minus b. Hop, y o'rinma -4b kvadrat -8 8bx plus 8b kvadrat hisoblaydigan bo'lsak 4b kvadrat minus 8bx minus 8. Endi bunda ham 0 qo'yganda -4 nuqtadan o'tadi. 0 qo'yib yuborsam 4b kvadrat minus 8 teng -4 ga 4b kvadrat teng 4 ga b kvadrat teng 1 ga. Demak, b endi manfiy tomonda joylashganligi uchun -1 ni olamiz. Demak, a bilan b ishorasiga farq qilyapti. Endi burchak koeffitsiyenti. Hop, burchak koeffitsiyenti tangens alfa barobar f' x 0 ga bizda x olamiz b. Farqi yo'q. Mana a bo'yicha, b bo'yicha olsak ham bir xil chiqadi. Hozir ko'ramiz. Birinchisi uchun oladigan bo'lsam -8 bu -1 dekadi. -8 ko'paytirilgan -1 8 ga teng. Tangens alfa. Endi ikkinchisi bo'yicha oladigan bo'lsak 8 ko'paytirib 1 8 ga teng. Demak, javob C. Hisoblanadi. Bu yerda to'rtburchak kavusidagi a sonning butun qismi, gulli kavusidagi a sonning kasr qismi ekan. Xo'p. 4/2 ning butun qismi 4 kvadrati 16 plus y ning qiymati tepaga yozib ketyapmiz. Y ning qiymati taxminan 271. Biz 207 oladigan bo'lsak, 207 ning kvadrati 729 bo'ladigan bo'lsa, hop, 7 buni butun qiymati 715 ning butun qiymati 7 minus 3/4 ning kasr qiymati 0. Hop, 14 30 30 dan 0 kelsa 29/6. Bizda 29/6 degan javob A. 27. Ikki vektorning uzunliklari 5 va 11 ga teng bo'lsa, bu vektorlarning yig'indisi nechta butun qiymat qabul qilishi mumkin? 11 minus 5 katta yoki teng modul A vektor plus B vektor kichik yoki teng 5 plus 11. Hop, ayirib olsam 6 katta yoki teng modul A vektor plus B vektor kichik yoki teng 16. Hop, orasida nechta butun son bor desa 16 minus 6 plus 1. 11 butun son olish mumkin ekan. B javob. Demak, 27 ga B javob. Hop, 28. X minus 1 dan kichik, Y minus 3 dan kichik, Z 4 dan katta bo'lsa, hop, modullarni ochib, so'ng soddalashtiring deb. Hop, shunaqa qiymatlar berganda o'zimiz son qiymat qabul qilsak bo'laveradi. Mana shart bajaradigan deylik. Minus 1 dan kichkina x ga minus 2 tanlab oldim. Y ga minus 3 dan kichkina minus 4 tanlab oldik.
z ga 4 dan katta qandaydir 5 sonni tanlab ol. O'rniga qo'yib ochyapmiz. Hop, x o'rniga -2, y o'rniga -4. Ikkalasi ham minusdan bo'lganligi uchun minus qo'yib olishdim. X plus y. X ga -2, -2 plus 1 minus x plus 1. Hop, -4 ni olib borib qo'ysam, -4 plus 3 minusdan chiqadi. Buni plus bilan minus bo'lib ketdi mana. Y plus 3. Endi z 5, 4 dan 5 ni ayirsak minus. Demak, minusdan son chiqar ekan bu ham. Keyingisi z dan x ni ayir deyapti. 5 dan -2 ni ayirsak plus 7 bo'ladi. Ishorasi o'zgarmaydi mana. Minus x. Qarshi ochib soddalashtirsak -x minus y plus x plus 1 minus y minus 3 minus 4 plus z minus z plus x. Hop, minus x bilan plus x z bilan z ketadigan bo'lsa x o'zi qoldi. Minus y minus 2y. Hop, minus 2 minus 4 minus 6. X minus 2 y minus 6 D cevap. 28 ga D cevap. Hop, 30 dan oldin esa 29 bor ekan. Hop, A ni logaritm 5 asosiga ko'ra 27 A ga teng bo'lsa, 45 asosiga ko'ra 3 ni A orqali ifodaladi. Hop. A ni 27 3 ni kubi 3 oldiga tushadigan bo'lsa 3 logaritm 5 asosiga ko'ra 3. Demak, logaritm 5 asosiga ko'ra 3 A taqsim 3 ga teng ekan. Endi bizdan so'ralgan ifodani har asosi bilan boshqa bir asosga o'tadigan bo'lsak, logaritm bizda nima bor? 5 li asos bormi? 5 li asosga o'tdim. 5 asosiga ko'ra 3 mahrajida logaritm 5 asosiga ko'ra 45. Hop, logaritm 5 asosiga ko'ra 3 mahrajida 45 ni logaritm 5 asosiga ko'ra 9 plus logaritm 5 asosiga ko'ra 5 deb yozib olsak. 5 asosiga ko'ra 3 bor bizda. A orqali ifodasi. A taqsim 3. 5 asosiga ko'ra 9 degani 2 logaritm 5 asosiga ko'ra 3 degani. 5 asosiga ko'ra 3 A taqsim 3 ga plus 5 asosiga ko'ra 5 bizda 1 ga teng. Hisoblaydigan bo'lsak, A taqsim 3 taqsim 2A plus 3 taqsim 3. Shular qisqarib ketadigan bo'lsa, demak A taqsim 2A plus 3. 2A plus 3 degan javob bizda. Hop, D javob ekan. 30. Agar shu 4 ga teng bo'lsa, shuni qiymatini toping debdi. Bundan nima qilamiz? Alohida bo'lib olsak, x taqsim 3y plus 2 taqsim 3 4 ga teng. Hop, x taqsim 3y ayirib oladigan bo'lsak, 10 taqsim 3. Demak, x barobar 10 y ga teng. Shular qisqarib ketdi. Hop, x ni y orqali ifodalab, bizdan so'rayotgan joyga qo'ysak, x o'rniga 10y 3 ko'paytirilgan 10y plus 2y taqsim x o'rniga 10y plus 2y. Tepada 32y mahrajda 12y. Y da qisqarib ketdi ikkalasini. Hop, 4 ga bo'lib olsak 3, tepada 8. Demak, 8 taqsim 3 bu degan 2,3 dan 2 degan. Bizda A javob ekan. Shu bilan